Hozir bilimlaringizni mustaqil ravishda tekshirishga taqdim etdim. Praktik birimlarga ko'chamiz. Birinchi birim: topqirlovni boshqarig'iz. Javoblaringizni tekshiriniz. İkinci birim: anlatmanı ko'p bo'yinga aylantiriniz. Javoblaringizni tekshiriniz. Üçüncü birim: tegizlemani shishig'iz. Javoblaringizni tekshiriniz. Dördüncü birim: topqirlovchilarga tarqatыңыз. Javoblaringizni tekshiriniz. Beşinci birim: topqirlovchilarga tarqatыңыз. Javoblaringizni tekshiriniz. Altıncı birim: tegizlemani shishig'iz. Javoblaringizni tekshiriniz. Bir bo'yinni ko'p bo'yinga topqirlov temasına bag'ishlangan praktik ilishimiz tamam. Javoblaringiz durust bo'lgan deb ishonib qolam. Kelasi onlayn darslarimizda uchrashgunga qadar sog' bo'linglar.